Aziz do'stlar, 2000 dollarga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'yinglar. Ustamiz Umidjon tomonidan mana shu chiroyli obyekt bitkazilibdi. Remontni qaranglar, vahsha yorib o'rganlar. Fasad qismingizni mana shu chiroyli holatda jiddiy travincha qilmoqchimisiz? Siz aynan bu videomiz sizlar uchun. Bu obyektimizni sumasini qaranglar, qanday chiroyli narxlarda bitgan. Ko'rib turayotgan har bitta obunachimizga mana shu chiroyli uylarda remont qilib yashash nasibi ro'za aylasin. Bittadan like taymislar. Bu obyektimizni kattaligi общий 200 kvadrat, 2000 dollarga bityapti. Usta haqqi, mahsulot, hamma narsasi ichida. Qaranglar, qanday chiroyli qilib bitkazib berganlar. Karta mera fasonida bo'ladi. Bu obyektimizning fasoni har bitta ugllarga mana shu chiroyli ramkalargacha tayyorlab berganlar va aziz do'stlar mana shu chiroyli parchalargacha qo'yib beribdilar. Qaranglar. 1 kvadrat metr sizlarga 10 dollardan tushadi. Usta haqqi, mahsulot, hamma narsasi ichida, to devor mana shu holatga kelguncha sifatga, lekin vahsha gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aloqaga chiqinglar, sizlarning xonadonlaringiz mana shu chiroyli qilib bitkazib beradilar. Bu aziz do'stlar ramkalarda ichini mana shu chiroyli g'ishcha fasonda qilib berganlar va bu tomonlarini karta mera fasonda qilib berganlar. Yaltirashi, blesklarini ko'ryapsizlarmi? Naqd 10 yildan 15 yilgacha garantiya beriladi. Bu tomoniga katta ramka tayyorlab, ramkalarda ichini mana shunaqa chiroyli maraqon fasonda qilib berganlar. Vahsha, lekin sifatga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aloqaga chiqinglar, 8 dollardan boshlanadi, to 13 dollargacha. Bu 10 dollarlik fason 200 kvadratlik obyekt aziz do'stlar, mana ko'rib turayotganlaringizdek 2000 dollarga bityapti. Usta haqqi, mahsulot, hamma narsasi ichida. Aloqaga chiqinglar, 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.